Ya'ni razrif bo'ldim, bo'ldi, hayot tugadi deb tushkunlikka tushish kerak emas, faqat va faqat harakat qilish kerak. Ba'zi ayollarimizda tashqi va ichki razrif holati kuzatiladi. Tashqari taraflama bitadi, chiroyli holatda bitib qoladi, lekin ichkarisi eng to'g'ri qarorni qabul qilib, o'zingizga e'tibor berishingiz kerak. Chunki bu yer kalso bo'lsa, intim zonangiz bo'lsa, bu joy ochiq turibdi. Razrif bo'lmaslik uchun nimalar qilish kerak? Aynan tug'ruq paytida. Assalomu alaykum. Agar razrif bo'lgan bo'lsangiz, choklaringiz ochilib ketib, ichki organlaringiz ko'rinayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasam chok tushgan, lekin bitmadimi deb ikkilanyapsiz. Aytaylik, homiladorsiz, endi razrif bo'lmaslik uchun nima qilishim kerak? Ikkilanyapsiz. Homilador bo'lmagan ayollarimiz uchun ham kelajakda homilador bo'lib, tug'ruq paytida razrif bo'lmasligi uchun bu video tayyorlandi. Yaxshilab videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rsangiz, juda ham ko'p bilimlar olasiz va kelajakda razrif bo'lmaslik uchun bitta katta qo'llanmaga ega bo'lasiz. Va razrif bo'lgan ayollarimiz choklarini yaxshi bitkazishni o'rganib olishadi. Ya'ni bu bilimni siz olishingiz mumkin. Men Dilsora Avazbekovna 6 yillik tajribaga ega integrativ ginekolog hamda intim fitness treynerman. Minglab ayollar shifo topishiga o'z hissamni qo'shib kelyapman. Ustozim Rumiya Minikayevadan juda ham ko'plab bilimlarni oldim va bu sohani mukammal egallashga harakat qilyapman. Endi razrif bo'lmaslik uchun nimalar qilish kerak? Aynan tug'ruq paytida nafasni to'g'ri ola bilishingiz kerak. Ya'ni nafasni ushlab turib kuchanganda taranglik hosil bo'ladi va sizda kengayish o'rniga elastiklik yo'qolib, qotish holati bo'lib qolishi mumkin va endi bu paytda razrif bo'lishga yoki qirqishga majbur bo'lib qolishadi yoki kesishga. Endi siz agar yoshlikdan, aytaylik, hozir homilador emassiz yoki homiladorsiz, demak tug'ruq paytigacha o'z ustingizda ishlab, intim fitness mashqlarini to'liq bajarib yursangiz, unda qin elastikligi oshib, yaxshi cho'zilish holati bo'ladi. Va siz bu intim fitness orqali nafasni qanday boshqarishni, mushaklarni qanday tarang holatga va bo'sh holatga olib kelishni, o'zingizni bo'shashtirishni hammasini o'rganib olasiz. Xo'p, aytaylik, razrif bo'lib bo'ldingiz, bu muammodan qiynalyapsiz. Endi siz tiklanish uchun nima qilishingiz kerak? Aynan chaqalog'ingizga parvarish kerak bo'lgan paytda o'zingizga ham parvarish qilinish kerak. Ya'ni o'zingiz taraflama bu choklarga yaxshilab e'tibor qilishingiz kerak. Aytaylik, o'tirmaslik, har xil ginekolog yozib bergan mazlardan foydalanib choklarni yaxshi bitkazishingiz kerak. Bularga albatta amal qilishingiz kerak. Xo'p, sizda necha yildan beri bu muammo kuzatilgan bo'lsa, ya'ni aytaylik 6 oy yoki 1 yil, 10 yilgacha bo'lgan vaqt o'tib ketdi, juda ham uzoq vaqtdan beri bu choklar sizni bezovta qilyapti va ochiq holatda intim zona katta bo'lib ko'rinib turibdi. Endi siz yaxshilab e'tibor bering. Intim mushaklarni boshqarib, limfa oqimini tiklab va atrofdagi qon aylanishini tiklashingiz kerak. Kesilgan joy, bu yer kalso bo'lsa, intim zonangiz bo'lsa, bu joy ochiq turibdi. Endi atrofdan qon aylanishini tiklashingiz kerak. Tiktirib olaman, qutilaman deyishingiz mumkin, lekin xuddi chirigan mato, chirigan pastelni tasavvur qiladigan bo'lsangiz, har qancha mustahkam qilib tikmang, uni bitta tortganingizda chirs etib qo'yib yuboradi. Ya'ni chok ushamaydigan darajada chirib ketadi. Bunga sabab aynan bizning intim mushaklarimizda qon yaxshi aylanmasdan limfa oqimi to'xtab qolgan va bizda ochiq holat bo'lib qolgan. Ya'ni bu ikkala ochiq joyingiz chandiq holatda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Agar siz qon aylanishini tiklab, chandiqni yaxshiroq yopilish holatigacha olib bormoqchi bo'lsangiz, unda intim fitness bilan doimiy shug'ullanishingiz kerak. Hattoki ginekolog huzuriga borib, tekshirtirib, men shu chokimni yaxshilab tiktirmoqchiman, yopiq holatga olib kelmoqchiman desangiz, ginekolog albatta intim fitnessni tavsiya qiladi. Chunki intim fitness bilan shug'ullanganingizda shu chirigan pastel
kabi mushaklaringiz bo'shashib ikki yonga ketib qolganmi, shuni olib kelish uchun bu chirigan mushaklarga, ya'ni bo'sh, kuchsiz mushaklarga jon kirgizish, qon aylanishini tiklash, kuchga kirgizish uchun albatta Intifitnessni tavsiya qiladi. Undan so'ng agar tikish kerak bo'lsa, tikiladi. Siz eng to'g'ri qarorni qabul qilib, o'zingizga e'tibor berishingiz kerak. Chunki qon aylanishi qaysi organimizda yaxshi bo'lganda, shundagina shu joyimiz sog'lom bo'ladi. Siz agar o'tirgan yoki yotgan holatda bemalol mashqlarni qilsangiz, qon aylanishini aktivlashtirasiz. Intifitness mashqlari shunaqa sehrli mashqlarki, mashq qilgan saringiz organlaringiz jonlanib, kuchga kirishni boshlaydi. Men nima uchun bu narsalarni qo'rqmasdan kafolat berib gapiryapman? Chunki minglab o'quvchilar shu muammoda menga murojaat qilishgan va o'qishingiz mumkin, shuncha odzivlar yozilgan. Bu odzivlar juda ham ko'p. Sig'dira olmaymiz hattoki ekranga. Shuning uchun 5-6 tasini tanlab oldik. Bularni o'qib, o'zingiz ishonch hosil qilishingiz uchun. Ya'ni razriv bo'ldim, bo'ldi, hayot tugadi deb tushkunlikka tushish kerak emas, faqat va faqat harakat qilish kerak. Harakat qilganingizdagina keyin natija bo'ladi. Albatta, Intifitness mashqlari qon aylanishini tezlashtirib, sizdagi ochiq turgan holatni yopiq holatga olib kelishga xizmat qiladi. Shu aytganimdek, chirigan matoga jon kirgizib, yangi mato bilan chirigan matoni solishtirganingizda kuchli, hech qanaqasiga yirta olmaydigan holatga keladi, ya'ni mushaklaringiz kuchga kiradi. Endi ba'zi ayollarimizda tashqi va ichki razriv holati kuzatiladi. Tashqari taraflama bitadi, chiroyli holatda bitib qoladi, lekin ichkarisi bitganmi yoki bitmaganmi deb ikkilanish holati bo'ladi. Ichkari ancha keng, choklar ochilib ketgan, organlari pastlab qolgan holatda bo'ladi. Bu holatda endi ayollarimizga yana tavsiya bermoqchiman. Siz Intifitness mashqlarini qilib, ichki choklaringizni yopilib qolishiga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni choklar yopilib qolganda ichki organlar sekin torayib, avval torayadi va sekin tepaga ko'tariladi. Bu holatga erishish uchun albatta Intifitness juda ham zarur, chunki siz harakat qildirmasdan, e'tibor bermasdan tashab qo'ygan ichki organlaringizni, ya'ni tepadan pastga nagruzka tushib turibdi. Choklaringizga постоянный nagruzka tushib, endi bo'shashib, ochilib ketgan. Ichki choklar yopishi, ya'ni yopilib qolishi va torayish holati, organlarni sekin-sekin tepaga ko'tarilish holati, ya'ni prolaps deymiz. Pastdan qaraganingizda go'shtlar ko'rinib qoladi. Bu go'shtlarni tepaga ko'tarish kerak. Ya'ni bu go'shtlar o'z-o'zidan ko'rinib qolmagan yoki o'sib tushib qolmagan, tepadagi nagruzka sabab CD pufagi bilan qin oldi devori va yo'g'onichak bilan orqa devor birgalikda pastga itarilib tushib qolgan. Bularni endi ko'tarish kerak. Ko'tarish uchun albatta mashqlar zarur. Nega choklar bitmaydi? Avvalgi holatga qaytamiz. Tug'ruqdan keyin chaqalog'ingiz bilan ovora bo'lgansiz, demak o'zingizga yetarlicha parvarish kerak bo'lgan, lekin siz bu narsaga e'tibor bermagansiz yoki e'tibor bersangiz ham kamroq e'tibor bergansiz. Demak, mazlardan foydalanib choklarni parvarish qilish kerak bo'lgan va qanaqadir vanochkalar olish kerak bo'lgan, yoki bo'lmasam o'tirish kerak bo'lmagan paytda siz majbur o'tirgansiz. Aytaylik, qabziyat bo'lgansiz. Qabziyat sabab kuchanish holatida ham ichki choklar qo'yib yuborishi mumkin. Ichki emas, balkim tashqi choklaringiz ham qo'yib yuborishi mumkin. Xo'p, endi yaxshilab eshiting. Agar hozir yaqinda razriv bo'lgan bo'lsangiz, demak ginekologning aytganlarini qilib, albatta bu tavsiyalarga amal qilib borsangiz, choklar yaxshi bitishi mumkin. 4 oygacha yaxshilab ehtiyotlab, o'zingizni asrab-avaylab, aytilgandek o'zingizga parvarishlarni qilib borsangiz, keyingina qanaqadir tug'ruqdan keyingi kenglik deymizmi yoki qanaqadir o'zingizga noqulayliklar tuyulayotgan bo'lsa, sezilayotgan bo'lsa, unda Intifitness bilan shug'ullanib, yana ham holatni yaxshi holatga olib kelishingiz mumkin. Demak, siz boshida parvarish qilmagan bo'lsangiz, bu degani endi iloji yo'q, siz endi tiklana olmaysiz deganim emas.
boshida aytib o'tganimdek, siz yaxshilab tiklanishingizni imkoni bor. Hali shu yaxshilab harakat qilganingizda yopilish holatigacha kelasiz. Agar sizda ochiq choklar shunaqa chandiq holatiga kelib qolgan bo'lsa ham, demak yopilib, ichki organlaringiz ko'tarilib, tor holatga olib kelishimiz mumkin. Keyingina yo ginekolog bilan maslahatlashasiz, tikish kerak bo'lsa ham estetik jihatidan chiroyli bo'lishi uchun tiktirishingiz mumkin. Lekin sizga hech qanaqa mashqlar qilmay turib, birdaniga muammoni bartaraf etishni iloji yo'q. Aytganimdek, shifokorlar o'zi taklif qiladi va bunga sizga yo'riqnoma beradi. Yaxshilab shug'ullanib, mushaklarni kuchga kirgizib, keyin tikish mumkinligi haqida. Aytaylik, vaginoplastikadan foydalanmoqchisiz. Vaginoplastika qildirib, muammodan butunlay xalos bo'laman, birdaniga xalos bo'laman deyishingiz mumkin. Vaginoplastika amaliyotidan keyin albatta sizga yana intifitness mashqlari kerak bo'ladi. Chunki bu narsasiz umuman iloji yo'q. Har bir ayol, hattoki razriv bo'lmagan ayollarimiz ham bunga majburmiz. Mashq qilishimiz zarur. Sizdagi limfa oqimini yaxshi aylanishiga, qon yaxshi kislorod bilan to'yinib, hamma ayniqsa taz qismidagi muammolarni hal qilishga va aktiv bo'lib issiq holatda yurishingizga, aytaylik, qo'l oyoqlaringiz soqotyapti, bundan xalos bo'lishga ham aynan intifitness yordam beradi. Intifitness xuddiki bir sehrli amaliyotga o'xshaydi. Mashqlar qilgan saringiz muammolaringizdan asta-sekin xalos bo'lasiz. Ko'p holatda choklar chandiq bo'lib, ya'ni chok o'zi yo'qolib ketgan, ya'ni chok ochilib ketgan, chandiq bo'lib bitib qolish holati bo'ladi. Ko'rasizda, уже asabiylashasiz va endi imkoni yo'q deysiz. Bunga sabab nima? Aynan sizdagi qon aylanishining sustligi va tanani aynan taz sohasini uxlab qolishi. Ya'ni harakatga tushmayapti, faqat uxlab yotibdi. Qon aylanishi past, tana o'zini o'zi sog'aytirishga kuchi yetmayapti. Unga siz yordam berishingiz kerak. Chunki bu kalso, masalan, aytaylik, shuncha ochilganda, kengayib endi ochilayotganda, demak, shu holatda qotib qoldi, endi qiyildi. Yo yon tarafga, o'ng yoki chapga yoki pastga qaradim, anus tarafga. Shu holatda qirqildi. Demak, endi sal sust aylanib turgan qonimiz ham yana ham sekinlashib ketdi, chunki uzildi. Bu kalso kesilgandan keyin uzilish holati bo'ladi. Atrofdagina mana kesilgandan keyin bu yoqqa va bu yoqqa qon aylanish bo'ladi. O'zi aktiv aylanmayotdi. Endi battar sekinlab, battar tana sekin ishlaydi, sovuq holatga keladi, sust holatga keladi. Tiklanish o'rniga yana ham orqaga ketish holati bo'ladi. Ya'ni organizm jadal ishlab, kuchli bo'lish o'rniga sekin orqaga ketib, muammolar battarlashib boraveradi. Shu joyda aytmoqchimanki, muammo chokda emas, muammo kesilgan joyda ham emas, faqat va faqat mushaklaringizda. Shu chirigan pastel singari jonsiz, kuchsiz, sust mushaklaringiz qachonki ishlashni boshlayotgan, qachonki elastikligi oshar ekan, shu ochiq turgan joy sekin-sekin bitishib, ya'ni yopishib, bir-biriga qarshi yaqinlashib, bitadi yoki yopishib ketadi degan gap yo'q, faqat yaqinlashib, yopiladi xolos. Organ, mana ochiq turgan joy yopiladi. Bu degani mushaklaringiz kuchga kirib, elastikligi oshib, keyin yopilish holati bo'ladi. Muammo endi razriv bo'ldim yoki bo'lmasam birinchi, ikkinchi farzandlarimda bo'ldim, endi tug'sam yana razriv bo'laman deb qo'rqish kerak emas yoki endi bu muammo doimiy men bilan qoladi deyish kerak emas. Hech qachon tushkunlikka tushmang. Faqat va faqat mushaklaringiz bilan ishlab, qon oqimini aktivlashtirib bersangiz, keyin sizda tiklanish bo'ladi va sizda holat zo'r holatga o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni mushaklaringiz kuchli, baquvvat, zo'r holatga keladi. Chokni tikishga yoki tuzatishga kirishmaymiz. Shu yerdagi muammoni hal qilishga. Ya'ni
muammoni siz qabul qila olmayapsiz. Muammoni qabul qilib, yana ham holatni yaxshilash uchun harakat qilamiz. Aytganimdek, ochiq turgan joy yopilishiga xizmat qilamiz. Biz IntiFitness orqali tabiiy ravishda tiklanish va tanani sog'lomlashtirish. Bu juda ham katta amaliyot. Sizga to'liq sistema orqali yordam bermoqchimiz. Tiklanish nimaga bog'liq degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta, qon aktiv aylanishiga va mushaklar yumshoqlik bilan, ehtiyotkorlik bilan ishlab, o'zini tiklab olishiga va nerv sistema miyamiz bilan u joydagi nerv sistemani qanaqadir to'lqinlar orqali ulab qo'yishga bog'liq. Bu uchalasini agar birgalikda amalga oshiradigan bo'lsak, sizda muammo qolmaydi. Hattoki razriv bo'lib ochilib ketgan ayollar уже chandiq holatiga o'tib, juda ham og'ir holatda ichki organlari ko'rinadigan holatda bizga murojaat qilishgan va IntiFitness mashqlari kursimiz orqali bularni mana natijalarini o'qishingiz mumkin. Bu natijalar albatta har bir ayol o'z ustida ishlaganda, to'g'ri yo'nalishda harakat qilganda bo'ladigan, erishadigan yutuqlar. Ya'ni sizda natija albatta bo'ladi. Chunki siz eng to'g'ri yo'lda, eng to'g'ri strategiya orqali harakat qilganingizda albatta sizda ham shu o'quvchilarim singari muammolaringiz bitta hal bo'lishni boshlaydi. Ko'p savol berishadi, IntiFitness mashqlarini uyda qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Chunki uy ishlaringizdan ortib, farzandlaringizni o'ziga yarasha masalan qarovlari yoki bo'lmasam tarbiyasi, shulardan hamma ishingizdan ortib o'zingizga bo'sh vaqt ajratib, oddiy video darslar orqali bemalol sog'ligingizni tiklashingiz mumkin. Bizda hech qanaqa dorilarsiz, hech qanaqa apparatlarsiz bemalol sog'ligingizni tiklash imkoniyatingiz bor. Chunki bu 100% tabiiy amaliyot. Prosta siz to'g'ri mashqlar, to'g'ri strategiya orqali tez muammolaringizdan xalos bo'lishingiz mumkin. Albatta uyda bemalol bo'sh vaqtingizda yotib, o'zingizni xonangizda bemalol mashqlar qilishingiz mumkin. Ko'pchilikdan shunaqa savol keladi, endi kech qoldimmi yoki endi iloji yo'qmi degan savol ko'p keladi. Tuqqaniga 6 oy bo'lgan, 1 yil bo'lgan yoki 1 yildan 5 yilgacha, undan ham ko'proq vaqt bo'lgan ayollarimiz murojaat qilishadi. Menga kech bo'ldimi? Endi nima qilsam bo'ladi? Endi qanday bu muammodan xalos bo'lishim mumkin yoki shu muammoda qolib ketamanmi degan savollar ko'p keladi. Albatta, hechdan ko'ra kech degan gap bor. Biz beshikdan to qabrgacha ilmimizda o'zimiz ustimizda ishlab borishimiz kerak. Ya'ni bu ham bitta katta ilm, bilim beriladi sizga va bu narsani amaliyotda qo'llab borganingiz sari muammolaringizdan asta-sekin xalos bo'lishni boshlaysiz. Hech qanaqa kech degan gapga o'rin yo'q. Har qanaqa yoshda ham, aytaylik 60-70 yoshgacha bo'lsangiz, sizni tuqqaningizga, razriv bo'lganingizga qancha vaqt bo'lgan bo'lsa ham 6 oydan balkim 1 yil yoki undan ham ko'proq vaqt bo'lgan bo'lsa ham, lekin tiklanish imkoniyatingiz bor. Tiklansangiz bo'ladi. Faqat harakat qilsangiz, o'zingiz ustingizda ishlashga tayyor bo'lsangiz bo'lgani. Mashqlar unchalik qiyin emas, faqat va faqat sizga yordam berish uchun, sog'lom va tabiiy yo'l bilan sog'ayishingiz uchun. IntiFitness degani bu katta tizim, sizga faqat yordam beradigan tizim. Aytaylik, biror narsadan, biror tabletkami yoki shunga o'xshash biror narsadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, nojo'ya ta'sirini o'qiysiz va qanaqadir organizmga ziyonlari haqida izlanishga tushasiz. Internetdan qidirasiz yoki tanish-bilishlaringizdan so'raysiz. Lekin IntiFitnessda hech qanaqa ziyoni yo'q. Faqat va faqat sizga sog'lik taraflama yordam beradi xolos. Siz bu borada izlanib, nojo'ya ta'sirlarini qidirishga umuman hojat yo'q. Faqat sizga foyda beradi, ziyoni yo'q. Shunaqangi kuchli texnikaki, faqat va faqat sog'lik uchun ishlaydigan katta tizim. Endi bu tanamizga faqat foyda beradigan tizimni qanday olishimiz mumkin? Bu savolingizga hozir javob beraman.
Inti Fitness kursi sizga to'liq yechim bo'la oladi va men siz bilan shug'ullanaman, savollaringizga javob beraman. Qo'shimcha kurator nazorati bo'ladi. Kurator sizni doimiy nazorat qilib boradi va kursimiz haqida hozir sizga tushuncha beraman. Kursga doim birinchilardan bo'lib yozilgan ayollarimizga albatta juda ham zo'r sovg'alarimiz bor va bonuslarimiz bor. Kurs narxidan ham bonus qilinadi, chegirma qilinadi va maxsus mini kurslarimizni ham sovg'aga olishingiz mumkin. Kursimiz 5 ta moduldan iborat. Bu 5 ta modulda siz juda ham ko'p muammolaringizdan xalos bo'lishingiz mumkin. Intim a'zoni kengligidan, CD tutolmaslik, orgazm ola olmaslik, bachadon tushishi, PMS yoki hayz paytidagi og'riqlaringiz hammasidan xalos bo'lishingiz mumkin va sezgirlik yo'qligi, libido pastligi, ya'ni yaqinlikka bo'lgan xohishingiz pastligi, bular hammasidan to'liq xalos bo'lishingiz mumkin. Bu 5 ta modulimiz Telegram kanalimizda bo'ladi. Video darslar, mashqlar, aynan o'zim ko'rsatib, o'zim bajarib, tushuntirib bergan video darslarim orqali bemalol mashq qilishingiz mumkin. Aytganimdek, kurator nazorati va men o'zimni nazoratimda bo'lasiz. Birinchi modulda rejalashtirish moduli bo'ladi, ya'ni siz tanangizni va miyangizni reja asosida boshqarishni o'rganasiz. Mindsetingiz bilan ishlaymiz. Maqsad qo'yish, endi unga qanday qilib erishish, bular hammasi haqida birinchi modulda o'rganishingiz mumkin va ikkinchi modulimiz uyg'onish moduli bo'ladi. Ya'ni umuman ishlata olmayotgan, umuman boshqarmagan intim mushaklaringizni boshqarib, harakatga tushirib, asta-sekin noldan uje pog'onalar orqali natijaga chiqishni boshlaysiz. Aynan ikkinchi modulimiz umuman his qilmagan organlaringiz bilan ishlashdan boshlanadi va biz intim zonamiz anatomiyasini birinchi darsda o'rganib olamiz. Nafas texnikalari, mashqlar hammasi birinchi modulda bo'ladi. Siz nafasni to'g'ri ola bilishingiz, bu juda ham katta san'at. Endi 3-modulimizga keladigan bo'lsak, faollashish, ya'ni intim zonani zo'r harakatga tushirishga o'tamiz. Biz bir xil tempda mashq qilmaymizda, etapma-etap o'zgartirib nagruzkani ko'paytirib boramiz. Shundagina intim mushaklaringiz yaxshi kuchli holatga keladi va sizda tiklanish tezroq bo'ladi. Endi 4-modulimizda aynan yangilanish, tanani avval tozalab, keyin harakatga tushirib va ujur tiklanish etapiga o'tdik. Bu payt endi yangilangan tana bilan zavq bilan mashq qilamiz. Ya'ni zavq olish organlaringizni uyg'otib, sizdagi sezgirlik pastligi, butun muammolaringizdan xalos bo'lish uchun yana ham kuchliroq mashqlar beraman. Endi 5-modulda esa intim yaqinlik san'ati, ya'ni vakuum texnikalarini o'rganamiz. Vakuumni ham har xil texnikalari bor. Bularni aynan 5-modulda o'rganishingiz mumkin. Bu aynan mashqlarimiz, har xil mashqlar sizni tezroq, yaxshiroq tiklanishingizga xizmat qiladi. Bonus modulimiz bor, ya'ni ayollik zavqi san'ati. Sizni haqiqatda zavq olib yaqinlik qilishingiz, bu masalan yaqinlikda o'zingizni ideal hisoblashingiz mumkin. Keyin ertasi kuni nimadir nitoga o'xshaydi. Nimadir asabingizga tegadi. Qanaqadir asabiy holatdasiz, nimadir kam bo'ldi yoki nimadir o'xshamadi. Bu narsalar hammasi o'tib ketadi. Xudo xolasa siz to'liq orgazm olib, to'liq zavq bilan yashashingiz, yaqinlikdan keyin kayfiyatingiz yaxshi bo'lib, energiyaga to'lib, atrofingizdagi hammaga mehr ulashgingiz kelib, hayotdan haqiqatda zavq olib yashashingiz uchun aynan bonus modulimiz bor. Bu modulda feromon tarqatishdan boshlab pozalar bilan qanday ishlash san'atlari hammasi o'rgatiladi. Ya'ni siz pozalarda mushaklaringizni boshqarib, harakatlantirib, juda ham zo'r holatda ishlatib, yaqinlikda to'liq rohat olasiz va rohatlantira olasiz. Xudo xolasa bizda natija juda ham zo'r bo'ladi. Bu 6 ta modul ichida aytaylik 5 ta eng asosiy modulimiz va bonusga berilgan 6-modulimizda siz tanangizni polniy boshqarib,
intim mushaklaringiz yaxshi holatga olib kelib, tanani yaxshi tiklab olgan bo'lasiz. Tepadagi muammolarni hammasi bittama-bitta hal bo'lib ketayotgan bo'ladi. Xudo xolasa, tanangiz to'liq uyg'onadi. Выделениyadan, qabziyatdan, CD tuta olmaslik, CD bilan bo'ladigan sistitmi, aytaylik, qanaqadir siydik bilan muammolar bo'layotgan bo'lsa, achishish, qichishish holatlari, bular hammasi tozalanib, organizmdan chiqib ketib, demak siz sog'lom va toza tana bilan yaxshi natijalarga erishasiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan yaqinligingiz oddiy yaqinlik bo'lmaydi-da, siz zavq bilan, shunaqa rohat bilan mashqlar orqali, ya'ni pozalar mashqidagi pozalardan foydalanib, intim mushaklaringiz boshqarib, munosabatlaringizni bir pog'onaga ko'tarishingiz mumkin. Ya'ni bu intim fitness faqat er-xotin munosabatlarini yaxshilabgina qolmaydi, sog'ligingiz va hayotingiz hammasi o'zgarishiga, ayolligingizni his qilishingizga xizmat qiladi. Darslar xuddi shu tartibda bo'ladi. Ya'ni onlayn formatda, Telegram yopiq kanalda vazifalaringizni tekshiruvchi kurator bo'ladi va men tarafimdan jonli savol-javob darslarimiz bo'ladi. Albatta, jonli savol-javob darslarimizda va chatda savollaringizga birma-bir javob berishga harakat qilaman. Onlayn tarzda siz bilan 2 marotaba savol-javob efirini o'tkazamiz. Balkim undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Kursda aynan dangasa, tushkunlikka o'ta tushib ketgan, harakat qilishni umuman xohlamaydigan ayollar, o'z ustida ishlamoqchi emas, qo'lidan kelgan narsani ham bajarishga qanaqadir ishtiyoqi yo'q ayollarni kutmayman. Kursimda aynan hayotga qiziqishi bor, haqiqatda sog'ligi tiklanishiga erishishga harakat qilishga tayyor, unaqa motivatsiyasi tushib ketib, mas'uliyatdan qochib, qanaqadir o'zini oxirgi o'ringa qo'yib qo'ygan, hayotdan hafsalasi pir bo'lmagan, ya'ni qiziquvchan, intiluvchan, doim mas'uliyatini o'zini zimmasiga oladigan ayollar bilan ishlamoqchiman. Bilim, ilm olishga tayyor ayollarni men kursimda kutib qolaman. Albatta shijoatli bo'lishi kerak. Ya'ni men bilan birgalikda yelkama-yelka harakat qilib, o'z muammolaridan asta-sekin xalos bo'lishi kerak. Sizga agar kursga bugun yozilmoqchi bo'lsangiz, bugun joyingizni band qilmoqchi bo'lsangiz, qarang, zo'r sovg'alar tayyorlab qo'yganman. 6 ta mini kurslarimni sizga sovg'a qilmoqchiman. Bu har bitta ayol uchun kerak bo'lgan erkak kishini psixologiyasi, ya'ni erkak kishini tushunarsiz deymiz, qanaqadir bizga e'tibori kamdek yoki nimadir netodek erkak kishiga qaraymiz, lekin erkak kishini tushunish uchun psixologiyasini bilishimiz kerak. Bu mini kursimiz ayni 400 ming so'mlik, lekin mutlaqo bepulga olasiz. Orgazm sirlari mini kursim, ya'ni orgazm olishda avval pastel boshlanishidan oldin, yaqinlik boshlanishidan oldin nimalar qilishingiz kerak va qaysi holatda qanday o'zingiz tuta bilishingiz kerak. Bular hammasi haqida orgazm sirlari degan mini kursimda bilib olishingiz mumkin. Bu kurs ham 390 minglik, lekin bepulga sizga beriladi. Tungi kiyim tanlash, ko'pchilik qiynaladigan yoki bo'lmasa doim o'ziga yoqqan tungi kiyimlarni oladi. Bundan faqat o'zini ko'ngli to'libgina yoki to'lmay qolishi mumkin. Turmush o'rtog'imga yoqyaptimi yoki yoqmayaptimi deb ikkilanish holati bo'ladi. Bu mini kursimiz aynan sizni qaddi qomatingizga, tana tuzilishingiz va turmush o'rtog'ingizga, rangingiz, masalan, harakatlaringizga mos bo'lishi kerak. Turmush o'rtog'ingizga ham albatta yoqishi kerak. Bularni hammasini jamlab mini kursda sizga bu bilimlarni bermoqchiman. Aynan 150 ming so'mlik mini kursimiz mutlaqo bepulga beriladi. Va libidani qanday oshirish? Libido o'zi ayol kishini jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohishi. Buni qanday oshirish kerak? Bu sizda so'nib qoldi, yaqinlikka xohishingiz yo'q, qanaqadir sovuqlashib ketayotganga o'xshaysiz. Erkak kishini suymaysiz, eringizni yoki bo'lmasa yaqinlikdan qochasiz. Bu muammolaringizni hal qilishga aynan libidani oshirish kursimiz 390 minglik mini kursimiz sizga bepulga beriladi.
muammolaringizni qarang, hammasini inobatga olib sizga mini kurslar tayyorlab qo'yganman. Jinsiy yaqinlik paytida so'zlashish darsligi, ya'ni qanday so'zlarni ishlatishingiz kerak, qanday so'zlardan foydalanishingiz kerak, bularni hammasi haqida aytaylik gapira olmayapsiz. Jinsiy yaqinlik paytida qanaqadir ichki ovozlaringizni chiqara olmayapsiz. Bu darsimiz aynan siz uchun 150 ming so'mlik mini kursimiz mutlaqo bepulga sizga taqdim etiladi. Xo'p, yana bir sovg'amiz bu sevgi tili mini darsimiz. Ya'ni har bitta insonning o'zini sevgi tili bo'ladi. Bu sevgi tilini bilish uchun bu darslikni albatta ko'rishingiz kerak. Aytaylik, faqat eringizdan tashqari farzandlaringizni sevgi tilini bilishingiz mumkin, yaqinlaringizni, qaynona qaynotangiz, ularni sevgi tili qanaqa, ularga o'ziga mos muomala qiladigan bo'lsangiz, demak muammolaringiz hal bo'ladi. Ancha o'zingizni qiynayotgan muammolardan butunlay xalos bo'lishingizga bu 6 ta mini kursimiz sizga yordam beradi. Bu kursning narxi 390 ming, lekin sizga butunlay bepulga beriladi. Shuncha 6 ta sovg'amiz faqat siz uchun bepulga taqdim etiladi. Men kursimga albatta kafolat beraman. O'quvchilarim 100% natijaga chiqishyapti va chiqishgan. Avvaldan bizda natija bo'lgani uchun hozirgacha shunaqa kuchli texnikada ishlab, har bitta ayolni natijaga olib chiqayotganimiz uchun men kursimga 100% kafolat beraman. Chunki to'g'ri texnika orqali siz to'g'ri mashqlarni qilib, mashqlarni to'g'ri noto'g'ri qilayotganingizni tekshirib turuvchi ustoz bo'lsa, siz tez natijaga chiqasiz va muammolaringiz hammasidan xalos bo'lasiz. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak tabriklayman, o'z sog'ligingizga befarq emassiz. Tabiiy yo'l bilan tiklanmoqchisiz, hech qanaqa ziyonsiz, juda ham zo'r. Endi siz hozir pastdagi ko'k havola orqali ro'yxatdan o'tasiz, ismingizni, telefon raqamingizni yozasiz va pastda yopiq Telegram kanal linkimiz bor. Bunga o'tasiz va u joyda bepul mashqlardan foydalanishingiz mumkin. Bu kanalda siz bepul mashqlar orqali taningizni birinchi etapda tiklab olishingiz mumkin. Agar chet elda yashayotgan bo'lsangiz, aytaylik qo'shni davlatlarda bo'lsangiz ham sizga aloqaga chiqa olmasligimiz mumkin. Shu yopiq Telegram kanalda admin lichkasi bor. Shu admin lichkamizga o'tib, bemalol yozishingiz mumkin. Va bepul mashqlardan foydalaning, o'zingizni sog'ligingizni tiklang. Birinchi etapda tiklab, qanchalik mashqlar foydali, effektivni ekanligini sinab ko'rishingiz mumkin. Telefon nomer qoldirgan ayollarimiz, demak sizlar bilan yordamchilarim bog'lanadi. Bepul konsultatsiya o'tkazishadi. Sog'ligingizga qarab, qanchalik muammolaringiz borligiga qarab kursga qabul qilinishingiz mumkin. Albatta bonus sovg'alar bilan. Bizda birinchi bo'lib kursga yozilganlar juda ham katta sovg'alarga ega bo'lishadi. Bular uchun juda ham hurmatimiz baland. Sovg'alar ham 25% chegirma ham bor. Kurs narxidan 25% chegirma ham qilamiz. Agar video ma'qul kelgan bo'lsa, sizga yoqqan bo'lsa, demak like bosing va yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Boshqalar ham foydalansin. O'zingiz sog'ligingizga e'tibor bering, doim sog'ligingiz ustida ishlang. O'zingiz sog'ligingiz haqida doim qayg'urib, doim muammolarni tabiiy yo'l bilan harakat qiling, bartaraf etishga. Salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.